Ko'pchilik Fezit'da o'ynagan o'yinni qaytib ko'rishda, ya'ni demkani ko'rishni bilmas ekan. Hozir man sizlarga shu narsani o'rgatib chiqaman. Fezit'dan o'sha meni o'ynagan o'yingizni topa olasiz. Tepadagi obzor bo'limiga o'tasizlar. Obzorga kirgandan keyin смотреть demoni ustiga bosasizlar. Bu bizga avtomatik Google'dan faylni yuklab beradi. Mana shu demkani. Demkani yuklab bo'lgandan keyin faylga kirib, buni zip fayldan ochib olamiz. Zip fayldan ochilgan papkani ichidagi faylni imенно rабочий stolga tashlab qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz Steam akkauntni ochib olish. Steamga kirgandan keyin Counter Strike'ga ustiga bosib, mishkani o'ng taraf bilan upravleniyadan lokalniy faylga kiramiz. Lokalniy fayldan imенно shu narsa chiqadi. Game do'stidan keyin CSGO. Imенно shu CSGO faylining ichiga shu tortgan demkamizni tashlab olamiz. Buni yo'qotib qo'ymaslik uchun nomini o'zgartirib qo'yamiz. Misol uchun men buni tak Instagram deb qo'yaman. Faylni nomlab bo'lgandan keyin CSGO'ni o'zining ichiga kiramiz. CSGO o'zining ichiga kirgandan keyin imенно konsolni ochib olib, konsolga play demo. Hozir nomlagan nomlarini yozasizlar. Men buni Instagram deb nomlaganman. Shu bilan bo'ldi. Demkani o'zining ichiga kirib ketadi. Bemalol o'zingiz o'yingizni ko'rishingiz mumkin. Qayerda qanaqa kill qilganingiz yoki bo'lmasa haylatlaringizni kesib olishingiz mumkin. Raqiblarning reaksiyasini eshitish uchun, ularning ovozini eshitish uchun konsolga TV listen voice indices degan bor. O'shani -1 qilib qo'yamiz. Shunda siz bemalol protivniklaringiz ovozini eshitishingiz ham mumkin.